Madaniyat va san'at sohasi uchun kadr tayyorlash uni o'ziga xos ijodiy xususiyatlariga asoslanib tashkil etishimiz zarur. Shu bois yangi o'quv yilidan ixtisoslashgan maktablarga o'quvchilar musiqa yo'nalishida 5-sinfdan, raqs, teatr, san'at bo'yicha 9-sinfdan qabul qilinadi. Kasbiy ta'lim agentligi tasarrufidagi musiqa va san'at, estrada va sirk texnikumlari Madaniyat vazirligi tizimiga o'tkazilib, ularga oliy maktab maqomi beriladi. Soha mutaxassislari san'at va musiqada o'rta bugun kadrlarini tayyorlash uchun 2 yil kamlik qiladi deb aytayapti. Shuning uchun 2 ta oliy ta'lim maktabida o'quv jarayoni 3 yillik dastur asosida olib boriladi. Madaniyat va san'at yo'nalishidagi 10 ta oliygoh rektorlari har bir talaba bilan ishlab, ularning shaxsiy brendini yaratish, ijodiy mahsulotini sotish, hamkor topishga jiddiy e'tibor qaratishi zarur. Lekin qaysi rektor viloyatga borib, boshqa oliygohlarning madaniyat va san'at fakultetlari ixtisoslashgan maktablarning o'quv dasturi va metodikasiga ko'maklashyapti. Qaysi rektor o'zining talabalarini sahnada toblanish uchun ijodiy guruhlar bilan dual ta'limni yo'lga qo'yapti. Afsuski bu savollarga javob yo'q hozircha. Sharipov, Nazarbekov yangi o'quv yilidan har bir talabaga taniqli ijodkorlarni biriktirib, dual ta'limni yo'lga qo'yayotgan vaqt soat keldi. Bunda ustoz ijodkorlar yoshlarni o'zini konsertida, teatr va tomoshalarida ishtirok etish uchun sharoit qilib berib, ularni katta sahnaga pishirib borayotgan yangi tizim qilishimiz kerak. Buning uchun ustozlarga, oliygoh professor o'qituvchilarga teng miqdorda haq to'lanadi. Taniqli ijodkorlar oliygohda dars beradigan bo'lsa, oyliklariga 50% ustima beramiz.